eshitib turinglar. 3-savoldan boshlaymiz. Birinchisi qo'shiq ayirishni juda ham yaxshi bilasizlar. Xo'p, 347 soat. 347 soat. Yozib qo'yibdi. A kun, B soat bo'lsa deyapti. A plus B ni toping deyapti. A plus B nimaga teng deyapti. Manimcha tushundinglar. Xo'p. 340 A kun deyapti. Qaranglar. Birinchi qiladigan ishimiz shuncha soat bo'lsa, A kun deyapti. Birinchi buni kunga o'tkazish uchun nechaga bo'lamiz? 24. Chunki bir kun necha soat? 24 soat. 347 ni bo'lamiz 24 ga, to'g'rimi? Bittadan olsam bo'ladimi? 24 ayirsa 0 1 107 mi? Xo'p, 5 tadan bersanglar 120 bo'ladi. Demak 5 tadan ko'plik qilsa nechadan beraman? 4 kara 4 16 bir dilda, to'g'rimi? 4 kara 2 8 dildagi 1 bilan 9. Ayirib olsak 1. Bu yoqda qolmadi ishni. Yo'q, 1 qolar ekan. 10 dan 9 ayirsak. Tushundinglar? Demak 14 kun 14 kun necha soat? Xonamir? 11 soat. Mana butun qismi bu kunni bildiradi, to'g'rimi? Mana kun, mana bu qoldig'i nima ekan? Soat. So'ylab bormi? Soat. Bizga qo'shib ber deyaptimi ikkalasini? Ani o'rniga 14 plus 11 nechaga teng bo'ladi? 20. So'ylab bormi? Qaysi biri? 25. Bumi? Yo'q, bu yerda 25 umuman boshqa narsa. Senga aytayotdi-da, A kun B soat chiqsa deyapti. Shu A bilan B dan foydalanib, shunchaki A ga B ni qo'shib ber demoqchi. Bu yerda kun ham chiqmayapti, soat ham chiqmayapti. Shunchaki 14 ga 15, 14 ga 11 ni qo'shib ber deb savol beryapti-da. Tushundingmi? Ma'nosini tushundingmi? Qo'llanib. Ravshanbek. Молодцы. 4-inchisi. Shunda ikki xonali son topingki, u ham 17 ga ham 51 ga bo'linsin va u shunday sonlarni eng kattasi bo'lsin. Qaranglar, A varianti beryapti 34, B varianti 51 variantlarini yozib olamiz. C varianti 85, D varianti 102, to'g'rimi? Shunda ikki xonali sonni topingki, u ham 17 ga, to'g'rimi? Ham 51 ga bo'linsin. Va u shunday sonlarni eng kattasi bo'lsin. Misol uchun 34 olsam, qaranglar. Javobdan foydalanamiz. 34 17 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Lekin 34 51 ga bo'linadi. Yo'q. Chiqib ketdi bittasi variantdan. 51 da olsam, 51 17 ga bo'linadimi? 3 bo'ladi. Tushunarli? Demak 17 ga bo'linadi 51. Men qovusishda yozib qo'yaman. 51 51 ga bo'linadimi? Yozib qo'yaman. Hozircha bo'linyapti. Bizga eng kattasini so'ragan. Hali 85 102 lar ham bormi? Bular ham bo'linib qolishi mumkinmi? Tekshiramiz. 85 17 ga bo'linadimi? Bo'lib ko'rsanglar 5 chiqadi. Tushunarli? Demak 17 ga nima qilar ekan? Bo'linar ekan. Lekin 85 mana bitta 17 ga bo'linadi, yozib qo'yaylik, faqat 17 ga. 85 51 ga bo'linadimi? Yo'q, demak yozmayman. Tushunarli? 102 17 ga bo'linadimi? Xo'p, 6 tadan bersak, 6 kere 7 42, 4 dilda, to'g'rimi? 1 kere 6 6 dildagi 4 bilan 10 bo'ladimi? Demak 17 ga nima qiladi? 102 51 ga bo'linadimi? 51. Tushunarli? Javobdir. Va u shunday sonlarning eng kattasi bo'lsin. Javob D ekan. Tushunarli? Savollar bormi? Ha, yo'q, to'xtanglar. D bo'lmaydi bizga. Qaranglar. D bo'lmaydi javob. Shunda ikki xonali sonni toping deyapti. Bu ikki xonali sonmi? Qaysi bir ikki xonali son? Qaysi bo'ladi? Xonami? Молодец. Ravshanbek, tushundingmi? Xo'p, keyingisi 5. Buni bunday ajratib qo'yamiz. Порядка bo'lib ketsin. 5-inchisi. Avtomobil 240 km yo'lni 4 soatda bosib o'tish kerak. Avtomobil bor ekan, to'g'rimi? Men sizlarni Mercedes-Benz ega, to'g'rimi? Shunaqamidi? Bunda bo'ladimi? Boshladimi? Xo'p. Avtomobil 240 km yo'lni 4 soatda bosib o'tish kerak. Mana yo'l bor.
Qancha ekan? 200 240. s deb yo'lni qaysi harf bilan belgilardik? S. 240 kilometr, to'g'rimi? Endi 4 soatda bosib o'tish kerak. Demak, T barobar necha bo'lgan? 4 soat. 240 soatga. Endi eshitib turinglar. Lekin avtomobil tezligi 20 kilometr soatga oshirib, hozir 1 minut. Hozir 1 minut. Pauzani bosib turing, pastda pauza. O'chirib qo'ysang bo'la, o'chirib qo'y.